Tungi shahar chetidagi tashlandiq bino. Havo qandaydir og'ir, bo'g'uvchi. Xuddi hozir kimgadir o'lim hukmi o'qiladigandek edi. Mening qo'limdan ushlab, hech narsadan qo'rqma. Faqat shu yerda kutib tur, degan erim. Birdan eshikni yopdi-yu, qorong'ulik qa'riga singib ketdi. Men yolg'iz qoldim. Lekin ro'paramda yuzlari chandiq, ko'zlarida hayvoniy ishtaha yonib turgan badjahl ikki begona erkak turardi. Ular menga asta yaqinlashib, "Ering bizdan 100 million qarz. U qochib ketdi. Lekin evaziga seni bizga tashlab ketdi", deyishdi. O'sha lahzada mening qonim muzlab, butun insoniyatga bo'lgan ishonchim pichoqsiz so'yildi. Men o'z erim tomonidan garovga, qarz evaziga qurbonlikka tashlab ketilgan edim. Assalomu alaykum. Hayotning eng shafqatsiz xiyonatlariga, qiyinchilik va dahshatlar orasidan yorug'lik izlab topgan kuchli insonlar qismatiga qiziqadigan Hikoyachi Momo kanalining qadrdon obunachilari. Agar siz bizning dard, sirlar, qo'rquv va ayni paytda buyuk romantikaga to'la dunyomizga ilk bor qadam qo'yayotgan bo'lsangiz, obuna bo'lishni va like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Qulayroq joylashib oling. Chunki bugun men sizlarga pul va noqonuniy qarzlar botqog'iga botgan erining xudbinligi sabab do'zaxning ostonasida yolg'iz qolgan va shu qorong'ulik ichidan haqiqiy sevgisini, chinakam qutqaruvchisini topgan bir ayolning iqrorini so'zlab beraman. Bu shunchaki voqea emas. Bu tirik qolish va sevish darsidir. Mening ismim Shahnoza. Toshkentning markazidagi hashamatli xonadonda yirik biznesmen Alisher akaning rafiqasi bo'lib yashardim. Yoshim 30da. Sirtdan qaraganda mening hayotimga hamma havas qilardi. Qimmatbaho kiyimlar, chet ellardagi sayohatlar, doim band, obro'li er. Ammo faqat men bilardimki, bu dabdabaning ichida nafas oladigan havo yo'q edi. Alisher oxirgi yarim yilda keskin o'zgarib qolgandi. U doim asabiy, telefonini qo'lidan qo'ymas, kimlar bilandir yashirincha baqir-chaqir qilib gaplashardi. Kechalari uxlab yotganimda uning muzdek terlab, "Men to'layman, hammasini hal qilaman", deb alahsirashini eshitardim. Men undan tinchlikmi, muammo bormi deb so'rasam, u meni jerkib tashlar. "Sen tushunmaysan, ishimga aralashma", derdi. O'sha mash'um kechagacha men shunchaki oddiy inqiroz deb o'ylagan edim. Yomg'ir savalab yog'ayotgan noyabr kechasi edi. Alisher uyga rangi o'chgan, qo'llari qaltiragan holda kirib keldi. U meni kiyinishga shoshiltirdi. "Shahnoza, tez kiyin. Biz hozir bir joyga borishimiz kerak. Menga sening yordaming kerak. Men halokat yoqasida turibman. Agar men bilan bormasang, ikkalamizni ham yo'q qilishadi", dedi u ko'zlarida yovvoyi qo'rquv bilan. Men titrab qaqshab ko'chaga chiqdim. U mashinani shahar chetidagi eski, yarim tashlandiq bir zavod tomon haydadi. Atrof qop-qorong'u. Biz bino ichidagi yorug'lik tushib turgan xonaga kirdik. U yerda stol atrofida qora paltoli, nigohlari xuddi ilonnikidek sovuq uchta erkak o'tirardi. Alisher ularning oldida quldek bukildi. Ular nimalardir deyishdi. Shunda Alisher menga o'girilib, "Shahnoza, sen shu yerda o'tirib tur. Men ular aytgan narsani mashinadan olib kelaman. Yarim soat kut. Iltimos", dedi-da. Mening javobimni kutmay yugurgancha chiqib ketdi. Eshik taraqlab yopildi. Men notanish, qo'rqinchli erkaklar bilan qoldim. 10 daqiqa o'tdi. 20 daqiqa o'tdi. Alisher qaytmadi. Tashqaridan mashinamizning tezlik bilan joyidan siljigan g'ildirak ovozi eshitildi. U ketib qolgandi. 3 erkakdan eng kattasi o'rnidan turib menga yaqinlashdi. Uning ko'zlarida jirkanch bir masxara bor edi. "Kutyapsanmi, go'zalim?" dedi u sovuq kulib. "Kutma. Ering qochdi.
U bizdan salkam $500 million qarz bo'lib qolgan. Va hozir jonini saqlab qolish uchun u seni garovga tashlab ketdi. Endi o'zing aytchi. Seni nima qilsak ekani? Mening yuragim to'xtab qoldi. Erim. Mening ishonib suyanganim. O'z jonini qutqarish uchun meni bu yirtqichlarga ozuqa qilib tashlab ketdimi? Tanamni qaltiroq bosdi. Men eshik tomon yugurmoqchi bo'ldim. Ammo ikkinchi erkak yo'limni to'sdi. Yo'q. Go'zalim. Ering pulni topmaguncha bizning mehmonimiz bo'lasan. Yoki balki pulni o'zing boshqacha yo'l bilan to'lab berarsan. Uning qo'li yelkamga tekkanda men dahshatdan qichqirib yubordim. Ko'z yoshlarim yuzimni yuvardi. Miyamda faqat o'lim. Hozir mening o'limim keldi degan o'y bor edi. Aynan shu dahshatli lahzada tashqaridan kuchli zarb ovozi eshitildi. Bino eshigi parda bo'lib yorilib ketdi. Qora libosdagi 3 qaroqchi ham hayratdan qotib qoldi. Ostonada, egnida qora charm kurtka, bo'yi baland, qo'lida temir bo'lagini ushlagan, ko'zlari g'azabdan olovdek yonayotgan bir yigit turardi. Bu Jasur edi. Jasur mening ukamning do'sti. Harbiy xizmatda bo'lgan. Doim menga uzoqdan hurmat va yashirin mehr bilan qarab yuradigan. Lekin men kichkina bola deb mensimaydigan yigit edi. U qayerdan paydo bo'ldi bu yerda? Undan qo'lingni tort. Itdan tarqaganlar deb o'kirdi Jasur butun binoni larzaga keltirib. Boshliq kuldi. Oho! Himoyachi kelibdimi? Urchalar buni. Ikki yigit pichoq olib Jasurga tashlandi. Men ko'zimni yumib dod soldim. Lekin Jasur oddiy yigit emasdi. U harbiylarning maxsus bo'linmasida ishlaganini men keyin bildim. U qandaydir soniyalar ichida ikkala qaroqchini ham shunday dahshatli zarblar bilan urib yerga qulatdiki, ularning biri xirillab o'rnidan tura olmay qoldi. Boshliq to'pponcha chiqarishga ulgurmasdan Jasur bir sakrab uning qo'lini qayirdi va qurolni devorga otdi. So'ng uning yuziga qattiq zarba tushirib, hushidan ketkazdi. Xona ichi bir zumda jimjit bo'lib qoldi. Faqat Jasurning og'ir nafas olishi eshitilardi. Uning yuzidan qon tirqirardi. Kurtkasi yirtilgan. U pichoq yegandi. Men burchakda qaltirab yig'lab o'tirardim. Jasur pichoq yarasiga qaramay oldimga tizzalab cho'kdi. Uning issiq, qon aralashgan qo'llari mening yuzimni asrab yoshlarimni artdi. Qo'rqmang, Shahnoza. Siz xavfsizsiz. Men keldim, dedi u xirillagan. Ammo shunchalar mehribon ovoz bilan. Men o'zimni bilmay uning bag'riga otildim. Men bu qon isli, yomg'ir isli, kuchli ko'krakda butun umrim davomida topolmagan o'sha buyuk himoyani, haqiqiy erkakni topgan edim. Sen meni qutqarding. Jasur, sen qayerdan bilding deb ho'ngrab yig'lardim men. Men sizni har doim kuzataman. Alisherning ahvolini bilardim. U sizni mashinaga olib chiqqanida yuragim yomon narsani sezib orqangizdan kuzatib kelgandim. Sizning sochingizning bir tolasiga ham hech kim ziyon yetkazolmaydi. Malikam. Uning shu so'zlari mening yuragimga shunday dahshatli ehtiros va minnatdorlik olovini yoqdiki, o'sha lahzada men o'zimning rasmiy erim, sotqin Alisherdan butunlay abadiy voz kechgan edim. Men uchun faqat shu qonga belangan, men uchun o'limga tayyor turgan jasur yigit qolgandi. Biz u yerdan qochib chiqdik. Jasur politsiyaga xabar berdi. Katta jinoiy guruh qo'lga olindi. Alisher o'z xotinini qarzga sotib qochgan o'sha pastkash erim aeroportda xorijga qochmoqchi bo'lib turganda qo'lga olindi. Uning qilmishlari va firibgarliklari uchun unga 15 yil jazo berishdi. Men u bilan sud zalida ko'rishganimda uning yuziga tupurdim ham. U erkak degan nomga noloyiq edi. Ajrashish uchun o'sha kuniyoq ariza yozdim. Hozir men o'sha yomg'irli,
Dahshatli tunda meni o'limdan qutqargan qahramonim. Jasurning halol rafiqasiman. Biz shahar shovqinidan uzoqda, shinamgina hovlida yashayapmiz. U meni qafasda saqlamaydi. U meni boylikka ko'mib sotmaydi. U har tong yuzimga tabassum bilan qarab, Xudoyim sening uchun meni yaratgan ekan, jonim, deydi. Men uning qahramonona, ehtirosli quchog'ida dunyodagi eng baxtli ayol ekanligimni his qilyapman. O'sha bir soatlik mudhish qo'rquv hayotimga chinakam sevgini olib kirgan ekan. Aziz opa-singillarim, sizning yoningizdagi inson kim? U sizni himoya qiladigan qalqoningizmi? Yoki qiyin kunda joningizni garovga tikib qochib ketadigan qo'rqoqmi? Hayot ba'zan dahshatli ssenariylarni chizadi. Ammo ishoning, qorong'ulik qanchalar quyuq bo'lmasin, sizning qalbingizning pokligi uchun Xudo albatta haqiqiy, mard bir insonni yuboradi. Boylikka, dabdabaga emas, yigitning ko'zlaridagi mardlikka qarang. Siz mening qismatim. Alisherning xiyonati va Jasurning qahramonligi haqida nima deb o'ylaysiz? Mening joyimda bo'lsangiz nima qilar edingiz? Iltimos, izohlarda o'z nafratingiz va olqishingizni yozib qoldiring. Hikoyachi Momo kanaliga obuna bo'ling. Barchangizni yaxshi ko'raman. Xayr.